kibr haqni inkor qilish va odamlarni kamsitish degan ma'noda hadis bor ekan. Ushbu hadisni to'liq aytib bersangiz. Ayni siz aytgan hadisni asli matni bu Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam aytadilar: "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dharratin min kibr" dedi. Qalbida misqol zarrasichalik, bir kichkina zarracha degani bu. Shunchalik darajada kibri bor odam bo'lsa ham u jannatga kirmaydi deganlar. Shu gapni aytganlarda qola rajulun, bir kishi aytdiki: "Ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, agar bir kishi chiroyli kiyimni yaxshi ko'radi, chiroyli poyozalni yaxshi ko'radi" dedi. Ya'ni shunaqa kiyinib yuradi-ku deyodilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam yana so'zini davom etib aytdilarki: "Innalloha jamilun yuhibbul jamal" dedilar. Alloh o'zi go'zaldir, go'zallikni yaxshi ko'radi. Al-kibru batarul haqqi va ghamtun nas dedilar. Ravohi Imom Muslim va Imom Termiziy. Kibr degani batarul haq, ya'ni kibr bu haqqa unamaslik va odamlarni qadrini pastga urish dedilar. Mana hadisda asl matni. Ya'ni payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam avval kibr qilishlikdan qaytardilar. Kimda dedi, o'sha misqol zarrasicha kibri bo'lsa jannatga kirmaydi deyodilar. Bir sahoba, ha odamlar chiroyli kiyinishlikda, chiroyli kiyimda, poyozalni yaxshi ko'radi-ku dedi. Ya'ni bizni tasavvurimiz aytibdi, hozir chiroyli kiyinib yurgan, bashang kiyinib yurgan odam kibr bo'lib qoladimikin degan ma'no bor-da. Shunda payg'ambarimiz alayhisalom aytdilarki, yo'q dedilar. U Alloh o'zi go'zal, go'zallikni yaxshi ko'radi. Chiroyli kiyingan odamda kibrli demaymiz. Haqni inkor qilsa va odamlarni pastga ursa, mana shu odam o'sha payg'ambarimiz alayhisalom aytgan kibr hisoblanar ekan va mana shunday odamda jannatga kirmasligini aytibdilar. Vallohu a'lam bisob.